Assalomu alaykum. Mana 2026-yil 3-iyulda limonlarimizni yana ko'rsatib o'tamiz. Ko'pchilik aytadi, limon asosan ko'p solishi nimaga bog'liq deb. Ko'pchilik aytadi, gaz yoqib qizdirish kerak, u qilish kerak, bu qilish kerak. Yo'q, asosiy maqsad shakl bersa deb o'ylayman. Mana kichkinagina limonda mana hosilni ko'ring. Mana. Mana kichkina limon. Yana xudo xolasa bir 15-20 kundan keyin bu egilib yerga tegib qolsa ham ajab emas. Limonlarimizni ko'rsatamiz. Hech bo'lmaganda 30 gram, 40 gram bo'lib qolgan bu. Mana mevasi. Mana mevalarni ko'rsatib o'tamiz. Va tagini mana. Tesha dastada ham emasda. Shu uchun agronomlik tavsiyalarga rioya qilinglar. Hurmatli limonchilar, ayniqsa gektarlar ekib daromad ola olmay kredit olayotgan daromadni o'rniga o'sha dehqonlarimizga taklifim, mutaxassis agronomlardan foydalaninglar. Chunki tavsiyalar, natijalar, yana nima deydi uni? O'sha yillar davomida olingan bilimlar o'z natijasini beradi mana. Yillar davomida olingan bilimlar, tajribalar mana Pishku limonchilik maktabi. Albatta o'sha bilimlar asqotadi. Yillar davomida bu yig'ilib keladi mana. Muammo bo'lib yig'ilib keladi-da bilimlar. Agronom tajribalar shu o'z kuchini ko'rsatadi. Ko'pchilik aytadi, yuqori qismga olmaydi deydi. Mana qaranglar, mana yuqori qism. Yuqori qism mana. Mana o'rtadan o'tgan o'sha stoykaning yonlarida ham olgan. Shuning uchun tavsiyamiz o'z vaqtida agronomlik xizmatlaridan, o'sha shakl berish xizmatlaridan foydalanish kerak. Mana ko'p joyda ko'ryapmiz, dehqonlar o'zicha shakl berib, o'zicha agronomlik qiladi. Ancha muncha narsani xato qilib qo'yadi mana. Xudodan ko'rsatamiz, o'z navdani o'zi yo'q bu daraxtda mana. E'tiborlar uchun rahmat. Pishku limonchilik maktabining tajribalari.